Assalomu alaykum Zamin savdo obunachilari. Bugun Zamin savdo do'konida savdo jarayonlarini tanishtirib o'tamiz, Xudo xolasa. Bugungi sanamiz 2026-yil 6-avgust sanasiga. Zamin savdo do'konlarida mana optim holatiga korobkali skuterlarimiz yetib mana 16, 14, sakadiskali, cho'ntayli, dugali motor skuterlarimiz Andijon viloyatiga Xudo xolasa sotildi. Korobka holatida. Mana akalarimiz yuklash jarayonida. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Korobka holatda ham, terilmagan holatda ham optim yetkazib beramiz. Optim narxda bo'ladi. Katta ob'yomga kelishtirib qilib beriladi. Voha bo'ylab, vodiy bo'ylab dastlabkilar qilib beramiz. Bemalol kelib, ko'rib, olib ketishlaring mumkin. Turuska modellar bizlarda, cho'ntay modelmi, 16 sakadiskali, 14 sakadiska. Bundan tashqari kattali mana 1 model, 1-2 modellarda ham korobka holatlarida ham bor. Barchasini chiqarib beramiz. Cheklanmagan miqdorda 2026-yil iyul oyida kelgan mahsulotlar. Ana akalarimiz ham demak. Akamlar bir kelganda 10 ta, 20 ta korobkani yuklab ketishadi. Akamlar tanlari ham korobka holatda qilib beriladi 2026-yil. 2025-yilda qolib ketgan yo boshqa mahsulotlar bor. Zamin savdo do'koniga kelaverasizlar, barchani kutib qolamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida. Boboshbek savdo kompleksining oldida mana. Boboshbek ishlab chiqarish va savdo kompleksining oldida mana. Ko'rib turibsizlar. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.